Denov shahrida yagona darchada joylashgan ko'p qavatli uylarda 5-qavatidan 2 xonali 50 metr kvadrat uy sotiladi. Kirganimizda boshqa qismi bu yerda dush, hojatxona, arestoni bor. Hop, kirganimizda zali keng qurilgan. Hop, chap qo'limizda oshxonasi. Kuxonniy mebeli bor. Hop, obogrevatel gaz bor, o'tgan, endi hujjat qilinadi, endi domlarga qo'yilyapti. Gaz plita va muzlatkichi bor. Xonadon subsidiya asosida chiqqan. Bu kichik detskiy xonasi. Ko'rib turganingizdek, isitish tizimi. Keyingi xonamiz, eshiklarga alohida ahamiyat bering. Chiroyli eshiklar qurilgan. Keyingi xonasi mehmonxona va balkon qismi joylashgan. Balkonda bir qarang. Shahar, manzara, yangi domlar. Xo'p, ushbu xonadon subsidiya asosida chiqarib berilgan. Oluvchilari bo'lsa, telefon raqamlari qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin. Uy narxi $12,000 deb baholanyapti. Bundan tashqari 290 millionga yaqin krediti bor. 3,5 millionga yaqin oyma-oy to'lovi chiqib keladi. 5 yilgacha davlat o'zini subsidiyasiga qarashib, ya'ni 1,5 millionga yaqin pul to'lab turadi.